Salam dostlar, qimmatli ayimlar. Bu kanal Zuzu Kachiyeva. Men life coach. Life coach degan kim? Biraz tushuntirib ketayin. Psixologmi? Yo'q. Mentormi? Yo'q. Muallimmi? Yo'q. Trenermi? Yo'q. Biroq o'shalardan biraz elementlari bor. Life coach degan so'z tuzma-tuz trener deb qo'tariladi. Mening sizga qanday foydalarim bo'la oladi? Agarda siz oldiga maqsad qo'ygingiz kelsa, biroq qo'ya olmay jatsangiz, je bo'lsa qo'yg'inni bilsiz-dag'i, o'sha maqsadga jeta olmay jatsangiz, mana coach o'sha so'rovlarga javob olganga yordam bera oladi. O'sha siyaqti ular har bir o'zida emotsiyalar bor. Qichirlanamiz, achuvlanamiz, tarinamiz, suyunamiz, quvonamiz, yana boshqa emotsiyalar. Bu emotsiyalar gel uchurda biz kontrolda olmay qolamiz, qiynalib qolamiz. Ne sebepten qichirlanatam, ne sebepten achuv qoldiryapam, o'sha sebepten topganga coach yordam bera oladi. Andan tashqari jashoni bir tarmoqqa, bir nuqtaga keltirgiz keladi. Bashalaman jashovizni qanday bir tarmoq, bir nuqtaga keltirsa bo'ladi. Shunchalik ma'lumot ko'p zamonda, shunchalik jashoning ag'imi tez zamonda qanday biz tinchlikda, quvonchda jashonimizni o'tkara olamiz. O'sha so'rovlarga dag'i javob olishga coachning yordami kerak. Shunday siyaqti narsalar abdan ko'p. O'shalarni bilish uchun, tushunish uchun siz mening coach sessiyamga kelishingiz kerak. O'shanda g'ana tushuna olasiz, qanday g'ana foydasi cho'ng ekan. Misoli ayta ketsam, coach sessiyani olgan odamlar 1 yil ichida yetgan maqsadına 6 oyda yeta oladi. Al endi 6 oyda qo'ygan maqsadına 3 oyda yeta oladi. Al endi 3 oyda qo'ygan maqsadına 1 oyda yeta oladi. Sebebi coachning texnikalari var, coachning to'g'ri qo'yilgan so'rovlari bor. Bizning ang sezimimizning ichine kirib, o'sha ang sezimdagi chatashib qolgan o'ylarni bir nuqta solib tuzlagandan keyin biz o'ng'oyli ko'p maqsadlarimizga yeta olamiz. Negizeli dag'i bir ko'proq ushul jönde tushunlik paydo bo'lish uchun, ma'lumot bo'lish uchun mening avtorlik kursim bor, ABA degan. ABA degan so'zning tushuntirmasi abdan baxtli ayim. ABA. O'sha kursimda gerekli tarmoqlar, aqcha xarajat tabu, maqsadlarni qo'yu, emotsiyalarni bilu, tushunib, o'zingizni tanib bilu, o'sha kurs yordam beradi. 3 jumalik kurs, biroq abdan so'nin topshirmalari menen abdan qiziqdi. Bizga o'xshagan ayimlarning arasida aylana cho'rani tabu, son mumkinchiligi bor. Jana shunday saqto. O'shandaqdan bu kurs yaqinda 4-ag'imi boshlanadi. 4-sezon, 4-jolu bu ABA kursi o'tib жатат. O'shandaqdan webinarda 1-oktyabrda sizni kutam. Aqsiz webinarda men sizlarga cho'ng arzonda qilib beraman. Kim o'sha webinarga qatnashsa, qatnashmaganlar anda o'zining bahsi menen kira oladi, qatnasha oladi. Biroq kelganlar uchun, qatnashganlar uchun cho'ng arzonlarda bo'ladi. O'shandaqdan qo'sh kelingiz mening ABA adlı webinarıma 1-oktyabr günü. Al mening kursimdan 100ga yaqin ayim qatnashgan. Jana ko'pdegan foydasini olgan. Gerek bo'lsa arasidan 2 ayim o'limga o'zini tayyorlab qo'ygan uchurda o'shul mening ABA kursim qutqarib qolgan. Abdan siymiqdanam o'shunday kursni jaratganima qanchalagan ayimlarga cho'ng salom qo'shib yordam berib жатқанына abdan suyunaman. Siz eğer o'shal turali bilgingiz kelsa, o'qigingiz kelsa, o'rischa bo'lo, qirg'izcha bo'lo, men Instagram baraqchamda отзывы degan yerda qaytarim baylanish. O'sha yerdan o'qib chiqsangiz bo'ladi. Bir ayimlarda shunday so'rov tug'iladi. Ne sebepten shunday kurslar kerak? Niçin bu kurssiz ele men o'zim jashomni o'zim qo'lga olib o'zgarta olmayman deb. Sebebi o'sha mening ABA kursimdagi o'shanday texnikalarni qo'llanam, o'shanday so'rovlarni jeka sessiyalarimda qo'llanam, bashalamanlikni iretib, qo'yib, jana tushunib, ne sebepten shunday o'ylar cho'g'ayotgan, ne sebepten buni checha olmay жатқанimiz bu masalani, ne sebepten shunday avvalda bo'layotganini tushungandan keyin sizning jashovingiz bir topqa yengillaydi. Sizning ko'z qarashingiz jashoga bo'lgan tub-tuz bo'ladi.
жана максаттарды кое аласыз, жана ишке ашыра аласыз, жана кубаныч, сүйүнүч деген сонун тынчтык деген сапаттарга ээ боло аласыз. Ошондуктан мен сиздерди чын жүрөктөн менин аба курсума чакырам.